Maktablarda remont uchun pul yig'ish boshlandimi? Demak do'stlar, hozirgi vaziyatda juda ham aktual mavzu hisoblangan maktablarda o'zi remont qilish kimning hisobidan amalga oshirilishi kerak va ota-onalar remont uchun pul berish kerakmi yo'qmi, ushbu holatni ko'rib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 50-moddasida har kim ta'lim olish huquqiga ega ekanligi belgilab qo'yilgan. Ta'lim to'g'risidagi qonunning 40-moddasida esa ta'lim olish bepul shaklda amalga oshirish belgilangan. Shu sababli, hurmatli ota-onalar, agarda sizga farzandingizdan maktablarda remont uchun pul talab qilayotgan bo'lsa, ushbu holat noqonuniy hisoblanadi. Shuningdek, maktablarni remont qilish mahalliy davlat hokimiyat organlari va maktabgacha maktab ta'limi vazirligining hududiy bo'limlari tomonidan amalga oshirilishi belgilangan. Agarda sizdan maktablarda remont uchun pul talab qilayotgan bo'lsa, siz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1000 ishonch telefon raqamiga murojaat qilib shikoyat qilishingiz mumkin. Demak azizlar, o'z huquqlaringizni biling. Agarda huquqlaringiz bo'lsa, bizga murojaat qiling.